Assalomu alaykum aziz musulmonlar. Siz bu haykalni ko'rmagan bo'lishingiz mumkin. İspaniyalik Eugenio Merino'ning üstümüz turib ibodat qilayotgan musulmon, xristian va yahudining haykali g'ulg'ul qo'zg'aydi. Biz bugun bu haykalga har qaysi nuqtadan qarab boqaylik. Bu haykal sizni boshda qattiq g'azablanishingizga, kim bo'lsa o'ylanishingizga, o'ylanganda ham ichidan chiqib bo'lolmaydigan murakkablikka boshlaydi. Bu haykal İspaniyaning poytaxti Madriddagi Arco zamonaviy san'at ko'rgazmasiga qo'yilgan. Bu haykalni yasagan Merino'ning jannatga ketayotgan Marvan deb atalgan bu haykali musulmon, xristian va yahudidan iboratdir. Haykalda kishining diqqatini tortadigan narsa xristianning qo'lida Tavrat, yahudining qo'lida Qur'on, sajda qilayotgan musulmonning yonida Injil bo'lishidir. Buningdan sirt avtomat ustiga qo'yilgan yahudilarning belgilari. Merino bu haykalni yasashdan avval dinlar to'g'risida tadqiqotlar olib borgan. Bu haykal 50 ming yevroga belgiyalik bir san'at xumarga sotilgan. Bu haykalga tunji e'tiroz Madriddagi atalmish Isroil elchixonasidan keldi. Haykalning yahudilikka hujum qilinganligi to'g'risida tashkilotlarga norozilik bildirildi. Ba'zi manbalarga qaraganda, elchixonaning noroziligiga javoban tashkilotchilar "Sizlar eng yuqori o'rinda turib, nemishqa norozi bo'lsizlar?" degan. Yahudilar tashkilotchilarning javobiga "Agar musulmon o'rindan tursa, hammamiz yiqilib tushamiz" deb aytgan. Bu rasmda musulmonlarga qattiq haqorat qilingan bo'lib, xristian va yahudilarning musulmonlar tuproqlarini talon-taroj qilib va izzat hurmatini dafsan qilganligiga ishorat qilingan. Bu rasmni har birimiz muloyiza qilib ko'ring. Ha, shundoq. Musulmonlar hozir kiyim-kechakdan tortib to'y qilish, tug'ilgan kun, Rojdestvo bayramlarigacha xristianlarning madaniyatini taqlid qilib yashamoqda. Asli islomning mohiyati va ruhini unutmoqda. Agar musulmonlar islom diniga haqiqiy amal qilib, Qur'onning ruhini ijro qilgan bo'lsa, albatta xristian va yahudilar musulmonlarning beshiga dastlab tura olmaydi. Buningda ilgariki bir voqealikka qaraydigan bo'lsak, atalmish Isroil raisi Netanyahudan bir muxbir musulmonlarning muqaddas kitoblarida ularning yahudilar ustidan g'alaba qilganligiga oid bishoratlar kelgan. Siz buningga qanday qaraysiz deb so'ralganda, u "Ha, ular bu musulmonlar emas" deb javob bergan. Minglab afsus. Sahih Muslimda keltirilgan Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bu hadisni kofirlar yaxshi bilsa-yu, ko'pchilik musulmonlar o'z diniga e'tibor bermasdan, ilmsizlik bilan bu xush bishoratlardan xabarsiz bo'lsa